hozirgi paytda hamma boykot qilish kerak deyishyapti Yandeksga 15 dekabr. Xo'p, o'zi Yandeksga ta'sir qiladimi? Albatta ta'sir qiladi, lekin o'zini jinniligi oladi, ahamiyat bermaydi. Buni endi bitta taklif bor. Buni endi o'zimizdan My Taxi, Millenniumdan borib yig'ilib gaplashishimiz kerak, maslahat qilishimiz kerak. Yandeksni sindirish yo'lini birgalikda yechimini topishimiz kerak-da. To'g'risi, o'zimizda taksichilar menimcha ancha qiynalib qolamiz. Buni Yandeksni sindiramiz deb. Borib shu yig'ilib, My Taxiga borib, Millenniumga borib gaplashishimiz kerak. Rahbarlar bilan o'tirib gaplashishimiz kerak. Biz Yandeksga qanaqa ta'sir qila olamiz, misol uchun o'zimizdan milliy taksilarimizni rivojlantiramiz, urush e'lon qilamiz. Birgalikda menimcha ko'p narsaga erishsak bo'ladi. Borib rahbarlar bilan gaplashishimiz kerak. Ya'ni o'zimizdan milliy anaqalarimizni himoya qilib urush e'lon qilishimiz kerak. Menimcha shu yechim bo'ladi, qanaqadir bir yechim topsak kerak, effekt bo'lsa kerak.